30-iyul Xalqaro do'stlik kuni munosabati bilan Guliston shahridagi istirohat bog'ida do'stlik festivali bo'lib o'tdi. Tadbir avvalda yurtimizda turli millat va elat vakillarining huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning milliy qadriyatlari, tili, madaniyati va urf-odatlarini asrab-avaylash borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritildi. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari ahillik va hamjihatlikda istiqomat qilib, vatanimiz taraqqiyoti yo'lida bir maqsad atrofida birlashib, mehnat qilmoqda. Sirdaryo viloyatida ham 70 dan ziyod millat vakillari o'zaro hurmat va totuvlik muhitida hayot kechirmoqda. Mana bugun mereke, ulkan mereke dedi. Xalqlar do'stligi kunida turli ular o'zlarining ultaq kiyimlariмен, ultaq an'analarмен, ultaq biylariмен bugun merekede қатысуда. Өте көңілді, xalqlarning жүздеріне қарасаң көңілдер жүздерінен нұр таралып тұр. Өйткені бүгін мереке. Осындай бір тыныш елде мереке жарасады. Осыны сәттен пайдаланып, мен Қазақ ұлттық мәдени орталығының атынан бүкіл Өзбекстандық достарымызды, бауырларымызды осы бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір отбасында, әрбір жанұяда бақыт болсын, тыныштық болсын. Ауызбіршілік болсын. 30-iyul kuni Xalqlar do'stligi kuni deb e'lon qilingan va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni keng nishonlab kelinmoqda. Bizga ma'lumki, respublikamizda 130 dan ortiq turli xil millat va elatlar mavjud. Shulardan 70tasi Sirdaryo viloyatida istiqomat qilishadi. Shulardan 7000 ga yaqin fuqarolar koreys millatiga mansub. Shular qatorida men ham Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida tug'ilib o'sganman. Va bugungi 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan barcha yurtdoshlarni tabriklayman. O'zbekistonimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lishini tilab qolaman. Festival davomida turli millat vakillari o'zlarining milliy san'ati, urf-odatlari va madaniy an'analarini namoyish etdi. Milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar va rang-barang chiqishlar bayramga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Do'stlik festivali millatlararo totuvlik, o'zaro hurmat va bag'rikenglik kabi yuksak qadriyatlarni yana bir bor namoyon etgan, barcha ishtirokchilar qalbida iliq taassurotlar qoldirgan bayramga aylandi.